Jamashuda kirib yashashga tayyor yana 2 xonali domimiz sotilyapti. Bu safar birinchi qavatda joylashgan. Podyezdlari bilan batafsil xotirjam ko'rsatamiz. Kelaveringlar chiqani bismillah. Podyezdlarni ham ko'rib turibsizlar, chisti, kengina, chiroyli domimiz. Bu yangi qurilgan domlarda o'sha eng oxirgi pishganlikda qurilganlar edi, lekin bundan keyin qo'shilib ketdi. Xo'p, kelganimizda mana koridorimiz va o'ng tarafda oshxonamiz joylashgan. Oshxonada mana jihozlarimizni ko'rib turibsizlar. Ko'p narsasi qoladi. Juda ko'p narsasi qoladi. To'g'ri kelaversangiz bu yoqda balkon joylari ham bor. Xo'p, endi bu domimizni sirasi aytib ketaylik, to'klashgan domlar, yangi domligi uchun hozir bilasizlar, yangi uylar ham, yangi quriladigan uylar ham va ana domlar ham hammasi o'sha to'kka o'tadi. Bundan buyog'i hammasi shunday bo'ladi. Xo'p, endi mana bu tarafda mehmonxonamiz joylashgan. Bu yerda lekin mana uголокlarimiz chiqib ketar ekan. Holatlarini ko'rib turibsizlar, remontlari hamma yo'g'i yaxshi holatda. Gilamlarni chiqib ketadi deyishdi. Xo'p, endi mana bu joyda yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxonamiz polniy qoladi. Mana bir boshdan ko'rishlaring mumkin. Trimo, o'sha mana 2 kishilik divanlari, mana shkaflari hammasi qoladi. Ya'ni olgan odamga. Endi mana bu yoqda sanuzelimiz joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Avtomat kir mashinalari bor, lekin chiqib ketar ekan. Xullas, shunda kirib yashayverasizlarda. Bu yerda subsidiya asosida chiqqan 1 yil yanvardan beri to'lab kelishayotgan bo'lsa, necha oy bo'ladi? Xo'p, 6 oy, 7 oy, 1 yil 7 oy to'lanishibdi. Oyiga 4 million 36 ming so'mdan to'lab turishibdi. Yana bu yerda olgan odam o'sha qolgan kreditini to'lab ketish kerak bo'ladi. Oyiga standart 4 million 36 ming so'mdan chiqar ekan. Xo'p, narxini 170 million so'm kelishamiz deyishyapti. Agar mabodo kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, telefon nomerlarini o'sha kommentariyada qoldiramiz. Xo'p, manzili Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv shaharchasi PMKda mana 6-bog'chaning shunday yonida tushgan 4 qavatli domlarimiz, birinchi podyezd, birinchi qavat. Xudo xolasa dom chiroyli. Xo'p, bo'ldi, agar bir kelib ko'ringlar lokatsiyasini, mabodo Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Xudo xolasa yaxshi joylar lokatsiyasi bilan chiqarib boryapti. Sog' bo'linglar.